Siz ijtimoiy tarmoqlarda kimlarni ko'p kuzatasiz? Fikrlaringizga eng ko'p ta'sir qilayotgan insonlar kimlar? Bu oddiy savol emas. Chunki siz kimni ko'p kuzatsangiz, bu aslida siz kimsiz degan savolga javob beradi. Biz o'zimizga o'xshash insonlarni tanlaymiz. Dunyoqarash, qadriyatlar, his-tuyg'ular orqali va hokazo. Kimnidir doimiy kuzatish ichki ehtiyoj, izlanish yoki ilhom natijasidir va shu orqali ongli yoki ongsiz ravishda kim bo'lishni xohlayotganimizni ham tanlaymiz. Shu sababli ko'plab mashhur insonlar, blogerlarning auditoriyasi ko'pincha ularning psixologik nusxasi bo'lib chiqadi. Buni 3 holat bilan izohlashimiz mumkin. Birinchisi, tasdiqlash og'ishi. Bu insonlar dunyoqarashiga mos yoki qadriyatlari mos keladigan ma'lumotni izlash va uni haqiqat deb qabul qilishga moyil bo'lishdir. Ikkinchisi, ijtimoiy identifikatsiya. Bu psixologik hodisa orqali insonlar o'zlariga o'xshash insonlar bilan o'zini bir guruhga mansub deb his qilishidir. Uchinchisi esa algoritmning roli. Har qanday ijtimoiy tarmoq, deylik Instagram, foydalanuvchi xatti-harakatlariga, like, izoh ko'rish vaqtiga asoslanib, unga aynan u yoqtiradigan o'xshash kontentni ko'proq ko'rsatadi. Masalan, siz tez-tez psixologiyaga oid postni ko'rsangiz, algoritm sizga shunga o'xshash psixologik kontentni ko'rsatishda davom etadi. Shuning uchun e'tiborli bo'ling. O'zingizga savol bering. Bu insonlarni, kontent, videolarni kuzatib, men o'zimni qanday versiyamga aylanyapman va hokazo.